arzimagan pulga 500 ta ot kuchlik ushbu maxluqimizni sotuvga qo'ydik. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Xitoy avtoaloqada navbatdagi Netta GT'larimiz yangi partiyasini olib kelib qo'ydik. Ikkita motorlik va bitta motorlik varianti. Ikkita motorligimiz seriyaga qora salon, oranjiy kombinatsiya qilingan. Ushbu avtomobilimiz Michelin balonlarda, diskalari ham, tormoznoy sistemasi ham sportivniy bo'ladi. Farqi shunda. Ushbu avtomobilimiz 500 ta ot kuchiga ega. Narxini 27290 dollar qilib beryapmiz. Kesalarning ustida gaplashamiz. Bitta motorlik varianti. Shu shopir tomonda orqa krilosida ozgina kraskasi bor, lekin ushbu avtomobilimiz ham absolyutno yangi, bez probeg avtomobil. Narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Ushbu avtomobilimizda ham saloni qoraga oranjiy kombinatsiya qilingan. Narxini 24290 dollar qilib beramiz. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobillardan juda ko'p sotdik. Xalqimiz mamnuniyat bilan haydab yurishibdi. Salonimizga kelib, ushbu avtomobillarni haydab ko'rib, tekshirib ko'rib, yoqsa xarid qilishingiz mumkin. Narxlari juda chiroyli chiqyapti. Bosamiz.